Yaxshimi do'stlar, bugun tayyorlamoqchi bo'lganimiz savzimiyan. Oldi bilan elnuri 5 dan xoli tugmani undan 1 kilogram unga 30 gram tuz selib, xamirni changara qilib, obdan yo'g'irib olamiz. Xamir yo'g'irganda obdan ishlab, yaxshi tindirishimiz lozim. Ko'klobu, qizil savza, yangyo qatorliqlarni ushshaq ding-ding qilib to'g'raymiz. Sho'xlakni ushshaq to'g'rab olamiz. Sumpiyoz, sinjang, samsaq, shavsung, palak, chango, dufu, go'sht qatorliqlarni ushshaq danch to'g'rab olamiz. Qozonga elnuri tunji siqim 1 darajada sap qo'noq yog'idan 50 gram atrofida quyib, yog' qizigandan keyin go'shtni solib qo'raymiz. Go'sht qarg'aygandan keyin ozroq tuz solib olamiz. Arqadan yangyo, samsaq, sumpiyoz, sinjang qatorliqlarni solamiz. Arqadan sho'xulni solib, bir qo'shiq lapis silib, azroq yangyo temitib, arqadan ko'klobu, qizil savza, yangyo qatorliqlarni silib qo'raymiz. Qo'rib bo'lgandan keyin ilman suv qo'shib, ahmus silib, qaynatib pishirib tayyor qilib olamiz. Oxirisida shango, dufu, sho'xlak, palak qatorliqlarni solgandan keyin so'zmenninki sho'rpasini tayyor qilib olamiz. Mana xamirimizmi tinib tayyor bo'libdi. Endi buni no'g'ish bilan nepiz yeyib olgandan keyin o'zimizning yoqtirishiga asosan kangri va tarlig'ini tangshab, inchga kesib, qozonga solib 2 minutdan 3 minutgacha pishirib olgandan keyin qachiq elib, ustiga so'zmen sho'rpasini quygandan keyin iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Sizmi uyingizda sinab ko'ring. Do'stlarning bizni qo'llab, yurak berib qo'yishingizni, ostiga inkas yozib qo'yishingizni samimiy umid qilamiz. İşletken mahsulotlarni boshpatdagi do'konimga esib qo'ydim. Kirib, tanlab setib oling.